Hammaga assalomu alaykum. Patosfera kanali, patofiziologiya kursi. Birinchi darsimiz hujayra shikastlanishi. Hop, kursimizni hujayra shikastlanishi bilan boshlashimizdan maqsad biz organizmda bo'ladigan jarayonlarni, ya'ni patologik jarayonlarni birinchi bo'lib hujayraviy hamda molekulyar darajadan boshlashga qaror qildik. Shuning uchun birinchi darsimiz hujayra shikastlanishi deb nomlandi. Hujayra shikastlanishi nima? Hujayra shikastlanishi bu hujayra ichki gomeostazi, ya'ni ichki muhit doimiyligi buzilishi hisobiga hujayraning ham struktur ham funksional jihatdan faoliyatini buzilishini hujayra shikastlanishi deymiz. Ya'ni hujayraning ichki muhiti buzilar ekan. Natijada hujayraning ham strukturasi ham funksiyasi, ya'ni faoliyati buziladi. Shuni biz hujayra shikastlanishi deymiz va bu jarayon tipik patologik jarayon deyiladi. Tipik patologik jarayon nimaligi aytib o'tildi. Xo'p, etiologiyasi bitta narsani aytib o'tib ketaman do'stlar. Biz patofiziologiya kursida etiologiyaga u darajada chuqur kirmaymiz. Ya'ni chunki bizning vazifamiz, bizning maqsadimiz jarayonni qanaqa amalga oshishi, qanday amalga oshishini o'rgatish. Shuning uchun etiologiyaga biz umumiy holatda nom beramiz. Hujayra shikastlanishini etiologiyasida ikki xil faktorlar yotadi. Birinchisi birlamchi faktorlar hamda ikkilamchi etiologik omillar. Birlamchi omil degani nima degani? Birlamchi etiologik omil degani bu hujayraga yoki organizmga to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatib, to'g'ridan to'g'ri zararlay oladigan faktorlar birlamchi faktorlar deyiladi. Va biz bularni 3 gruppaga bo'lib oldik: fizik, kimik hamda biologik omillar. Fizik omillarga biz bilamiz, mexanik omillar kirishi mumkin, yoki turli xil nurlar kirishi mumkin, yoki temperaturani misol qilib aytishimiz mumkin. Ya'ni temperatura organizm uchun turli xil haroratni o'zi ham noqulay sharoit tug'dirib qo'yishi mumkin bo'lar ekan. Kimik omillarga turli xil tuzlar, turli xil kislotalar, turli xil ishqorlar bo'lishi mumkin yoki turli xil fermentlar. Turli xil fermentlar organizmning o'zida bo'lgan fermentlarni auto-aktivatsiyasi hisobiga ham bu fermentlar organizm hujayralarini zararlab qo'yishi mumkin bo'ladi. Bunga misol qilib biz o'tkir pankreatit kasalligini misol qilishimiz mumkin. Ya'ni o'tkir pankreatitda shu pankreasdagi fermentlar auto-aktivatsiyasi hisobiga hujayralarini o'zini zararlab qo'yadi. Xo'p, biologik omillarga biz bilamiz, turli xil viruslar, turli xil bakteriyalar kirishi mumkin yoki turli xil sodda hayvonlar kirishi mumkin bo'ladi. Ya'ni bu har bitta etiologik omil o'z nomidan bilinib turibdi. Ya'ni fizik degani turli xil fizik omillar, kimik degani kimyoviy moddalar hamda biologik degani turli xil organizmlarni biz nazarda tutamiz. Endi ikkilamchi omil degani nima degani degan savol bo'lib qolishi mumkin. Ikkilamchi omil degani organizmga to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatmaydi-da. Organizm turli xil noqulay sharoitga tushganda mana bu birlamchi etiologik omillarga bular yordam berib qo'yadi yoki qisqacha qilib aytganda sharoit yaratib beradi. Natijada bularning ta'siri kuchayib, hujayraning zararlanishi ehtimoligi ortadi. Ichki muhit buzilganda yuzaga keladigan holat deyilyapti. Bular qanaqa holatlar? Organizm o'zini noqulay his qiladigan holat bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda gipoksiya. Organizm gipoksiya, kislorod yetishmovchiligi holatda turli xil etiologik omillarga, turli xil kasalliklarga, turli xil patologik holatlarga moyilligi ortadi. Ikkinchisi atsidoz yoki alkaloz holatlari. Ya'ni kislotalilik, ishqoriylik ortib ketgan holatlar. Yoki misol uchun boshqacha qilib aytganda aytishimiz mumkinki, gipoglikemiya holati. Gipoglikemiya holati organizmda hujayralarni oladigan bo'lsak, bu energetik quvvatda yo'q, energetik quvvat manbai yo'q bo'lyapti. Natijada ATF hosil bo'lishi, umumiy energetik jarayonlar buzilishi hisobiga organizm o'zini noqulay his qiladi va boshqa patologik holatlarga bo'lgan moyilligi ortib ketadi. Shu bizda etiologik faktorlar bo'ldi. Qisqa qilib aytganda ikkita gruppaga bo'lib olar ekanmiz, birlamchi hamda ikkilamchi qilib. Birlamchi etiologik omillar, ya'ni to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatadiganlar, ikkilamchi
etiologik omillar deganda shu etiologik omillarga sharoit yaratib beradigan holatlarni biz aytishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, endi hujayra shikastlanishini klassifikatsiyasi turli xil mezonlarga asoslangan holatda qilinadi. Birinchi mezonimiz bu mana shu etiologik agent ta'siri yoki shu jarayon hujayra shikastlanishini davomiyligiga ko'ra. Biz bilamiz, yoki ketishiga ko'ra deyiladi. O'tkir hamda surunkali bo'ladi. O'tkir bo'lish uchun jarayon 3 oygacha, surunkali bo'lish uchun esa 3 oydan oshiq muddatda amalga oshishi kerak bo'ladi. Ikkinchi mezonimiz namoyon bo'lishiga ko'ra qaytar va qaytmas bo'lar ekan. Do'stlar, qaytar-qaytmas. Bu degani nima deydigan desangiz, qaytar jarayon degani organizmni qulay holatga olib chiqqaningizdan keyin haligi jarayon orqaga qaytadi. Ya'ni orqaga qaytadi. Endi qaytmas bo'lish uchun siz ming urining, qancha harakat qiling, orqaga qaytmaydi bu jarayonlar. Bunga misol qilib biz nekroz holatini aytishimiz mumkin. Ya'ni hujayralarning patologik o'limi. Nekroz holati qaytmaydi. Siz kislorod bilan ta'minlaysizmi, aminokislota qo'yasizmi, nima qilsiz ham nekroz qaytmaydi, orqaga qaytmas jarayon hisoblanadi. Xo'p, keyingisi bu etiologik agentlar, yuqorida aytib o'tgan etiologik agentlarimiz hujayra hayot siklini qaysi fazasiga ta'sir ko'rsatishi. Bilamizki, hujayra turli xil fazalardan, ya'ni hayoti turli xil fazalardan iborat bo'ladi. Birinchisi interfaza hamda mitoz. Interfaza degani hujayralarning ko'payishga tayyorgarlik davri. Hujayra bu paytda oziqlanadi, kattalashadi, barcha energiyalarni hosil qilib oladi, keyin ko'payadi. Ya'ni bo'linadi. Bu mitoz davri hisoblanadi. Shu etiologik omillarimiz mitoz, ya'ni ko'payayotganda ta'sir ko'rsatishi mumkin yoki interfazada ko'rsatishi mumkin bo'lar ekan. Va oxirgisi biz uchun kerakli bo'lgani patogenetik hamda patogenetik mexanizmga ko'ra. Bunga ko'ra ikki guruhga bo'linadi. Majburiy hamda sitopatik turlarga. Men hozir tushuntirib beraman. Majburiy tur deganda ma'lum bir hujayrani oladigan bo'lsak, ma'lum bir hujayraga haddan tashqari kuchli etiologik omilning ta'sir ko'rsatishi va bu ko'p holatlarda kuzatiladi. Majburiy. Bu degani nima degani? O'zi normal hujayra bor edi, o'zining faoliyatini normal darajada amalga oshirib turadi-yu, unga haddan tashqari kuchli bitta etiologik omil faktor ta'sir ko'rsatdi. Bunga oddiy qilib kuyishni oling do'stlar. Kuyish bir tuzay ishini bajarib turadi. Haddan tashqari kuchli fizik omil berildi. Natijada hujayra o'ladi, nobud bo'ladi. Majburiy bo'ladi. Ya'ni hujayra zararlanishga majbur bo'lib qolyapti o'zi. Yoki turli xil viruslar, gepatit viruslari normal faoliyat bajarayotgan jigar hujayralariga haddan tashqari kuchli etiologik omil ta'sir ko'rsatyapti. Shuni biz majburiy deymiz. Endi sitopatik degan bo'lsangiz, bu so'zni ikki guruhga bo'lishingiz kerak. Sito bu hujayra, to'g'rimi? Pato degani bu zararlanish. O'zi oldindan mana shu hujayra zararlanib bo'lgan edi, ya'ni faoliyatini yaxshi bajara olmayotgan edi. Natijada qanaqadir etiologik omil yana kelib qoldi. Jarayon qo'shilib ketib turib, hujayra zararlanib qoladi. Bu ham har ikki narsalar bilan tushuntiriladi. Hujayrada atsidoz, alkaloz holatlari, giperosmiya, giposmiya holatlari, gipoksiya holati bo'lsa, shunaqa sitopatik holatga o'tadi. Bu klassifikatsiyasi yana 4 xil mezon bilan tushuntirilgan ekan. Birinchi davomiyligiga ko'ra, namoyon bo'lishiga ko'ra, qaysi fazaga ta'sir ko'rsatishiga ko'ra hamda patogeneziga ko'ra farqlanadi. Endi mana biz o'rganamiz patogenezi. Ya'ni hujayra qanday shikastlanyapti? Misol uchun turli xil patologik jarayonlar bor, yagona mexanizm bilan tushuntiriladi uni patogenezi. Lekin hujayra shikastlanishi unaqa emas. Hujayra shikastlanishini patogenezini tushuntirilganda turli xil mexanizmlar hisobga olinadi. Birinchi lipidlarga bog'liq bo'lgan mexanizm, kalsiyga bog'liq bo'lgan mexanizm, osmotik mexanizm hamda atsidozga bog'liq bo'lgan mexanizmni hozir har bittasini bitta gaplashib chiqamiz. Xo'p, birinchi lipidlarga bog'liq bo'lgan mexanizm. Lipid, yog'. Qarang, yog'ga bog'liq holatda hujayra zararlanib qolishi mumkin bo'ladi. Birinchi o'rinda yaxshilab tushunib olish kerakki, lipidlar o'zi hujayraning qaysi qismida ko'proq, qaysi qismida muhim ahamiyatga ega degan savol bo'ladigan bo'lsa, albatta sizga javob bo'lib, hujayra membranasi ko'z oldingizga kelishi kerak bo'ladi. Hujayra membranasi degani fosfolipid. Fosfolipid deb bekorga aytmayapmiz. Demak, bu hujayra membranasining asosiy strukturaviy birligi hisoblanadi.
aynan shu hujayra membranasidagi turli xil lipidlarga bog'liq holatda hujayra zararlanishi mumkin ekan. Qachon bo'ladi degan bo'lsangiz, mana bu yerda mexanizmni aytyapti. Birinchi o'rinda fosfolipidlarda oksidlanib ketishi yoki fosfolipaza A2 fermentini aktivlashuvi. Hozir men sizlarga buni tushuntirib beraman. Xo'p, aytadigan bo'lsak, mana hujayra membranasi biz aytganimiz ikki qavat fosfolipidlardan birinchi qavat hamda ikkinchi qavat fosfolipidlardan tashkil topgan bo'ladi va organizm o'zini boshida turli xil yallig'lanish jarayonlari o'tkazayotganda to'qimalardan turli xil erkin radikallar ajraladi. Turli erkin radikallar ajraladi. Bu radikallar superoksid, kislorod radikali, vodorod radikali, gidroksid radikali, turli xil erkin radikallar bor. Bu erkin radikallar detergent, ya'ni hujayra membranasiga zararli ta'sir ko'rsatadi. Hujayra membranasini zararlab, oksidlab qo'yadi. Natijada hujayra membranasini o'tkazuvchanligi oshadi. Mana bu e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana bu fosfolipid qavatga ta'sir ko'rsatib, birinchi hamda ikkinchi qavatni bir-biridan ajratib yuboradi. Bir-biridan bog'ni uzib yuboradi. Oksidlab turib uzib yuboradi. Natijada hujayra membranasi zararlanadi. Bu hujayra membranasi fosfolipidlarni oksidlanishidir. Endi fosfolipaza A2 fermenti bo'ladi. Hujayra membranasida fosfolipaza A2 fermenti bo'ladi. Ma'lum bir holatda bu ferment aktivlashib ketib qoladi. Shu aktivlashganda mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana bu fosfolipid degan bo'lsa, bu mana ikkita to'yinmagan yog' kislotasi, bu fosfolipid fosfol qismi va bu fosfolipaza A2 ferment aktivlashgandan keyin mana bu bitta bog'ni uzib yuboradi. Bitta bog'ni uzgandan keyin ikkita narsa hosil bo'ladi. Lizofosfolipid hamda erkin yog' kislota. Birinchi o'rinda hujayrani bir butunligi buzildi, mana ko'rasiz, bir butunligi buzildi-da, natijada hosil bo'lgan mana ikki narsa ham lizofosfolipid bilan tayyor qilib berib qo'yganmiz o'zi. Mana lizofosfolipid bilan erkin yog' kislotasining o'zi ham hujayra membranasiga zararli ta'sir ko'rsatib qo'yadi. Natijada barcha jarayonlarga ko'radigan bo'lsangiz, haligi barcha yo'llar Rimga olib boradi deganda, barcha jarayonlar bu yerda hammasi hujayra membranasini o'tkazuvchanligi oshib, hujayra membranasining zararlanishiga olib kelib qo'yapti. Tushunarli bo'lgan umiddaman, xudo xolasa. Endi erkin radikallar deb rosa gaplashdik. Erkin radikallarda haqida gaplashib oldik-ku, lekin erkin radikallarga qarshi organizmda hosil bo'layotgan erkin radikallarga qarshi organizmning o'zida shu radikallarni neytrallab turadigan antioksidant tizim mavjud bizda. Antioksidant tizim mavjud bo'ladi. Bu antioksidant tizim vazifasi turli xil radikallarni, erkin radikallarni neytrallab yuboradi. Ya'ni bular zararli ta'sir ko'rsatadi deyapmizmi? Bu zararli ta'sirni neytrallab yuborish kerak. Qanaqa qiladi degan bo'lsangiz, bularni suvga yoki molekulyar holatga, kislotni molekulyar holatiga, suvga aylantirib ularni neytrallab turadi. Shu antioksidant tizimning vazifasi. Bu antioksidant tizim ikki guruhga bo'linadi: fermentli hamda nofermentli qism. Fermentli qism shu jarayonlarni aktivlashtirib turadigan, shu jarayonlarni stimullaydigan turli xil fermentlar. Bular superoksid dismutaza, glutation peroksidaza, glutation reduktaza hamda NADH fermentlari. Bular neytrallanish jarayonlarini aktivlashtirib yordam berib turadi. Endi nofermentga fermentlar bas, bular turli xil kimyoviy moddalar. Bular haqiqiy hamda yordamchi antioksidantlarga bo'linadi. Haqiqiy antioksidantlar tokoferol, obixinon, naftaxinon kabi moddalar mavjud. Bularni aptekalarda ham sotadi. Shu tarkibga ega bo'lgan dorilar mavjud hamda yordamchilar. Siz e'tibor bergan bo'lsangiz, mana rux, mis hamda vitamin C. Vitamin C da turli xil klinik shifokorlar antioksidant qilib berishadi va ko'ryapmiz, mana haqiqatda antioksidant tizim kelar ekan. Mana bu haqiqiy shu antioksidantlikni ta'minlab beradigan moddalardir. Bular aktivligini oshiradi, bularga yordamchilik qilib turadi. Sistin hamda sistein kabi moddalar ham antioksidantlar keladi. Demak, bu organizmning o'zida himoya kompensator mexanizm sifatida bor erkin radikallarga qarshi. Lekin erkin radikallar haqiqatan tashqari hosil bo'lish ko'payib ketsa, antioksidant tizim ham ma'lum bir darajagacha xolos, ma'lum bir chegaragacha xolos eplanmay qoladi. Natijada hujayrani shikastlab qo'yishi mumkin bo'ladi. Keyingi mexanizm bu kalsiyga bog'liq bo'lgan mexanizm. Qani e'tibor beradigan bo'lsangiz, qay darajada organizm uchun kerakli bo'lgan ion kalsiy hujayrani o'zini zararlab qo'yishi mumkin bo'lar ekan. Hujayrani o'zini zararlab qo'yishi mumkin bo'lar ekan. Qachon degan savol bor. Qachon zararli ta'sir ko'rsatadi?
Qachonki agar hujayra mana bu qism hujayraning tashqarisi outside cell deyapti, ya'ni hujayraning tashqarisi va bu qism sitoplazma, ya'ni hujayraning ichki qismi. Kalsiyni hujayrani zararlovchi ta'siri sitoplazmada kalsiy ionni miqdori haddan tashqari ortib ketganda kuzatiladi. Demak, hujayraning ichida kalsiy miqdori oshib ketishi kerak ekan. Nima bo'ladiki, kalsiy ioni oshsa, hujayra zararlanishi uchun. Birinchi o'rinda biz yaxshilab bilishimiz kerak bo'lgan narsa, kalsiy ioni oshib ketadigan bo'lsa, bu fosfolipaza A2 fermentini aktivlashtirib yuboradi. Biz o'rgandik yuqorida. Fosfolipaza A2 fosfolipidlarni bitta to'ymagan yog' kislotasini bog'ini uzib tashlab turib, lizofosfolipid bilan erkin yog' kislota hosil qiladi. Ya'ni hujayra membranasini zararlaydi deb turib. Ayni kalsiy miqdori ortib ketsa, fosfolipaza A2 oshadigan bo'lsa, yana hujayra membranasi zararlanishi battar kuchayib ketadi. Tushunarli? Demak, kalsiy ioni miqdori ortishi kerak bo'lar ekan. Endi qachon ortadiki, kalsiy miqdori ortishi uchun degan savol bor. Birinchi o'rinda biz misol qilishimiz uchun giperkalsemiya. Ya'ni qonda kalsiy miqdorining ko'p bo'lishi. Ikkinchisi hujayra membranasi o'tkazuvchalik buzilganda. Hujayra membranasi o'tkazuvchalik buzilganda. Chunki biz bilamiz, ya'ni hujayra membranasida turli xil ion kanallari bo'ladi. Ya'ni kanallar degani shu hujayra tashqarisi va ichkarisidagi ma'lum bir ionni balansini ta'minlab berib turadi. Hujayra tashqarisi shuncha, hujayra ichkarisida shuncha qilib turadi. Ya'ni regulirovka qilib turadi. Shu ularning faoliyati buzilib qolsa-chi, mabodo buzilib qoladigan bo'lsa, mayatdan tashqariga chiqib ketishi kerak bo'lgan kalsiy ionlari battar ko'payib turib, fosfolipaza A2 ni aktivlashtirib, hujayrani zararlab qo'yapti. Demak, shu narsaga nima bo'lar ekan? Shu kaliy nasoslarning faoliyati buzilishi yotar ekan. Hujayra membranasi o'tkazuvchaligi buzilishi uchun. Xo'p, nima bo'ladi? Kalsiy ko'paygan birinchi fosfolipaza A2 aktivlashadi va bilamizki, shu kalsiyning vazifasi o'zi miofibrillarni muskul hujayralarni qisqarishini ta'minlab berib turish kerak bo'ladi. Lekin haddan tashqari ko'p kalsiy hisobiga ular qisqarib qatib boradi. Bu jarayonni biz kontraktura deymiz. Kontrakturaga uchrab boradi. Hamda keyingisi bu oksidlanish jarayoni buziladi. Nima bo'ladiki, oksidlanish jarayoni buzilishi uchun degan savol bo'lsa, men hozirga tushuntirib beraman. Mana bu yerda hujayra deydigan bo'lsak, hujayra uchun eng asosiy bo'lgan bizda bitta organoidi bor. Biz buni mitoxondriya deymiz. Xo'p, mitoxondriyaning asosiy vazifalaridan biri bu hujayra ichidagi kalsiy ionni kumulyatsiya qilish, ya'ni to'plash vazifasini bajaradi. Ya'ni hujayra umumiy qisqa qiladi, ya'ni o'zi to'playdi. Xo'p, endi haddan tashqari kalsiy ko'p bo'lsa, bu ko'payib, to'planib turaversa, mitoxondriyaning asosiy vazifasi o'zi nima edi? Mitoxondriyaning asosiy vazifasi do'stlar, oksidlanish jarayoni, ya'ni ATF sintezi, ya'ni energiya hosil qilish edi. Buni vazifasi kalsiy to'plash bilan o'tib ketayotgan bo'lsa, kim ATF hosil qilib beradi? Natijada ATF sintezi buziladi. Bilamizki, ATF bu hujayradagi amalga oshadigan barcha jarayonlar energetik quvvati bo'ladi. Demak, ATF kam bo'lgandan keyin barcha jarayon buziladi. Xo'u kalsiy kanallari bo'lishi shart emas. Boshqa ion kanallar, hujayra membranasi, boshqa organoidlar vazifasi deyarli barchasi birin-ketin buzilaveradi. Shunday hisobga kalsiy ko'ryapsiz. Qay darajada kerak bizga kalsiy? Lekin oshib ketadigan bo'lsa, hali ko'pi ham ko'p deydi-ku, xuddi shundan bo'lyapti. Keyingisi osmotik mexanizm. Osmotik mexanizmda siz kutmagan ionlar, siz kutmagan moddalar hujayrani zararlab qo'yadi. Bulardan biri eng asosiysi natriy ion. Ya'ni osmotik faol, ya'ni biz bilamiz, natriy ioni har doim ko'z oldimizga kelishi kerak bo'ladi. Xo'p, endi buni ham tushuntiramiz chiroyli qilib. Bilamizki, hujayra membranasida turli xil kanallar bo'ladi. Natriyda, kaliyda, misol uchun natriy tashqariga, kaliyni ichkariga olib kiradigan kanallar bo'ladi. Hamda va ularni o'zaro bir-biri bilan ishlaydigan natriy kaliy ATFaza degan nasos bor.
bekordan bekorga ATF faza deyilmayapti. Aynan shu kanalning faoliyati ATF bilan bog'liq, ya'ni energiya sarfi bilan amalga oshadi. Bu kanalning vazifasi hujayra ichidagi 3 ta natriyni o'ziga biriktirib, tashqaridan 2 ta kaliyni o'ziga biriktirib, kaliyni hujayraning ichiga, natriyni hujayradan tashqariga chiqarib turib, hujayra tashqarisi va hujayra ichkarisidagi natriy hamda kaliy ionlarining balansini ta'minlab berib turadi. Natriy kaliy ATF faza fermenti. Xo'p, endi natriy kaliy ATF faza fermenti faoliyati buzilsa, qachon buziladi? Agar bizda ATF miqdori kam bo'lsa, ATF miqdori kam bo'lishi uchun nima bo'ldi? Hujayrada oksidlanish jarayoni buzildi. Oksidlanish jarayoni buzilishi uchun nima bo'ldi? Hujayrada kalsiy miqdori oshib ketdi. Hujayrada kalsiy miqdori oshib ketdi. Mitoxondriya vazifasini bajarolmay qoldi. ATF kam. ATF aytdim-ku, u faqat kalsiy nasosiga ta'sir ko'rsatmaydi, hamma kanallarga ta'sir ko'rsatadi. Mana natriy kaliy ATF faza ferment buzilgandan keyin hujayra ichidan natriy chiqib ketolmayapti. Natriy ko'payib ketyapti. Natriy ko'p. Endi natriyda qanaqa xususiyati bor edi? Natriy do'stlar osmotik jihatdan faol modda bo'ladi. Turli xil adabiyotlarda turli xilcha beriladi. Odatda natriy o'ziga 6 molekula suvni biriktirib olish qobiliyatiga ega. Suvni biriktirib oladi. Endi e'tibor bering do'stlar. Natriy miqdori oshib ketaversa, hujayradan hujayraning ichiga suv kiraversa, hujayra oxirida nima bo'ladi? Suv kirgandan keyin hujayra shaklan jihatdan bo'lsa hujayra shishadi, kattalashadi va oxiri hujayra bu yorilib ketadi. O'zida turli ingrediyentlar tashqariga chiqarib yuboradi. Natijada hujayra zararlanyapti, nobud bo'lyapti. Bu osmotik mexanizm, ya'ni osmotik faol mexanizm hisoblanadi. Buni o'qiydigan bo'lsak, mana hujayra shikastlanish osmotik mexanizmida asosida hujayradagi natriy va kaliy ionlar balansining buzilishi yotadi. O'zi biz aytganimiz hujayra tashqarisida natriy ko'p bo'lishi kerak, hujayra ichida kaliy ko'p bo'lishi. Bundan aksincha bo'lib ketyapti. Natriy miqdori ortib ketyapti. O'shuna hisobiga bizda osmotik mexanizm hisobiga hujayra shikastlanishi kuzatilyapti. Sabablari nima bo'lishi mumkin? Natriy nasoslari faoliyati buzilsa, natriy nasoslari kaliy kanallari faoliyati, natriy kaliy ATF faza faoliyati buzilganda ham kuzatiladi. Va men alohida qilib belgilab o'tyapmiz. Hujayra ichida natriy ion miqdori ortib, hujayra ichida osmotik bosim ortadi. Osmotik qoida bo'yicha qayerda osmotik bosim baland bo'lsa, o'sha yerga suv kiradi. Hujayra ichida batta ko'p bo'lib ketyapti, suv kirib hujayrani shishib, bo'kib, hujayra oxiri yorilyapti. Xuddi shu mexanizm bo'yicha bo'ladi. Endi atsidozga bog'liq bo'lgan mexanizm qoldi. Bu xuddi shunaqa qoida bilan tushuntiriladi. Ya'ni bu yerda osmotik mexanizmda natriy oshib ketyapti, atsidotik mexanizmda vodorod ioni oshib ketadi va zararlanish deyarli bir xil bo'ladi. Xo'p, hujayra o'limi. Endi jarayonlar kuchayib barcha organoidlar faoliyati buzilyapti, hujayra membranasi yorilib ketyapti, natijada hujayra o'ladi. Hujayraning o'limi ikki xil bo'ladi do'stlar. Fiziologik o'lim. Yozaman. Hujayra o'limi ikki xil. Fiziologik hamda patologik bo'ladi. Fiziologik o'lim qanaqa bo'ladi degan bo'lsangiz, hujayra nobud bo'lgandan keyin uni o'rniga boshqa hujayra uni o'rnini to'ldiradi. Endi patologik mexanizm bo'ladigan bo'lsa, hujayra nobud bo'lyapti, uni o'rnini boshqa hujayra regeneratsiya qila olmay qoladi. Shuni patologik deyiladi. Xo'p, shu qisqa qilib aytganda shu fiziologik hamda patologikning farqi. Endi fiziologik o'lim bu apoptoz deyiladi. Patologik o'lim bu nekroz deyiladi. Nekroz. Hozir biz bularni bir qator gaplashib chiqamiz. Xo'p, nekroz ana tashqi zararli omillar ta'sirida yuzaga keladigan patologik hujayra o'limi deyiladi. Ya'ni patologik o'lim bo'lyapti, bo'ldi. U tiklanmaydi. Uni o'rniga boshqa hujayra kelmaydi. Xo'p, nima bo'ladi? Hujayra o'lyapti, o'rnini to'ldirish kerak deydigan bo'lsangiz, buni ham bir aytib o'taman. Nekroz hisobiga hujayralar o'lgandan keyin ularni o'rnini doim biriktiruvchi to'qima egallaydi. Biriktiruvchi to'qima egallaydi. Natijada chandiq bo'ladi. U chandiq biriktiruvchi to'qima o'rnini egallab olgandan keyin u biriktiruvchi to'qima u mana u hujayra qilgan ishni qila olmaydi. Ashetda oziqlanish buziladi, faoliyat buziladi. Xullas aytganda biriktiruvchi to'qima hisobiga bo'lgandan keyin organizm musbat tomonga yurmaydi. Xo'p, bosqichlar haqida gaplashadigan bo'lsak, ATF kamligi ko'ryapsizki, barcha jarayonlarda eng asosiy qismida shu ATF miqdorini kamligi, ya'ni ATF hosil bo'lishni kamligi yotadi.
Xo'p, keyingisi ion nasoslari ishlamay qolishi. Hujayra organlashadi. Nimaga ion nasoslari ishlamay? Natriy miqdori ortib ketyapti. Hujayra ichiga suv kirib turib ishib ketyapti. Natijada membrana yoriladi. Lizosomal fermentlar ajraladi. O'zi lizosomal fermentlari hujaydagi o'sha hazm qilish faoliyatini bajarsa, ular ajralgandan keyin hujayrani o'zini nobud qilib qo'yadi. Shunaqa qilib beriladi. Endi apoptozda deyman, genetik jihatdan boshqariladi. Qarang, genetik jihatdan boshqariladi degani bu DNKda bor bu narsa. Ya'ni hujayra o'limi qachondir bor. Uni o'rniga boshqa hujayra kelishi kerak. Shuni biz genetik jihatdan boshqarilish deymiz va energiyaga bog'liq bo'lgan hujayra o'limi. Ya'ni energiya qarang, hujayra o'lyapti, lekin energiya sarfi bilan amalga oshar ekan. Chunki undan keyingi jarayon bu hujayrani boshqa o'rnidan tiklaydi. Bu holatda embrional rivojlanishda, eskirgan hujayralar yo'q qilinishida, hayz siklida bo'ladi, immun tizimida autoreaktiv limfatitlar yo'q qilinayotganda yoki o'sha biz yog'lanish jarayonida ham xuddi shunaqa amalga oshadi. Apoptoz bu yog'lanish o'chog'ida turli xil organizm uchun keraksiz bo'lgan mahsulotlar, hujayralar bo'lishi mumkin. Etiologik faktorlarda biz organizmda o'ziga xos bo'lgan hujayralar bo'ladi. Leykositlar degan shu leykositlar borib nobud qilgandan keyin ular o'ladi. Bu apoptoz bo'ladi. Chunki o'zining vazifasini qilib turib o'lyapti ular. Hech qanaqa patologik holat hisobiga o'lgani yo'q. Demak, shu ikki xil o'lim bor hujayrada: nekroz hamda apoptoz. Endi kompensator mexanizmlar, ya'ni organizmda yuzaga keladigan har qanaqa patologik jarayonda organizmni o'zi ham kurashadi. Bu jarayonni kompensator mexanizm deyiladi. Ya'ni o'zini o'zi tiklashga harakat qiladi. Endi hujayra shikastlanayotganda ikki xil mexanizm bilan o'zini o'zi tiklashga harakat qiladi. Hujayra ichi gomeostazini tiklashga harakat qilib ko'radi. Buning uchun nasoslar faoliyati yaxshilanadi, antioksidant tizimida faoliyati kuchayadi, turli xil oqsillar, nuklein kislotalar, fosfolipidlar sintezi kuchayadi. Ikkinchi mexanizm bu hujayra ichida o'sha osoyishtalik ta'minlash, ya'ni pokoy berishga harakat qilinadi. Prostaglandinlar sintezi amalga oshadi, kuchayadi. Prostaglandinlar sintezi kuchaygani hisobiga ular beta adrenalitseptorlarni yoki adenosiklaza fermentini faolligini pasaytiradi. Shuni hisobiga osoyishtalik, ya'ni tinch holatga o'tadi hujayramiz yoki adenozinni faoliyatini sintezini kuchaytirishi mumkin. Adenozin tabiiy kalsiy kanalini blokatori hisoblanadi. Adenozin kalsiy kanalini blokatori hisoblanadi, tabiiy bu jarayon. Mana siz mana shu kompensator mexanizm deganda bu siz tomonidan, ya'ni vrach tomonidan qilinadigan ish emas. Bu hujayra organizm o'zini o'zi tiklashga harakat qilyapti. Endi biz mana endi davolashni o'rganamiz. Biz bu kursimiz davomida patologik holatlarda, kasalliklarda simptomatik, etiologik davosini o'rganmaymiz, patogenetik davosini o'rganamiz. Ya'ni shu jarayon nimani hisobiga bo'lyapti? Mana biz gaplashdik. Bu hujayra shikastlanyapti. Nimani hisobiga bo'lyapti ekan? Lipidlar, ya'ni hujayra membranasi zararlanyaptimi yoki osmotik bo'lyaptimi? Hujayra shishib turib nobud bo'lyaptimi? degan siz o'z xulosa qilasiz. Shunga yarasha davolash chora-tadbirlarini amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, biz nima qilishimiz mumkin ekan? Birinchi o'rinda zararlanishda molekulyar mexanizmlarni oldini olamiz. Hozir aytib o'tgan antioksidantlar berishimiz mumkin. Misol uchun Reo, Sarbilakt, vitamin C berishimiz mumkin. Shunaqa. Undan keyin kalsiy kanallarni blokatorlarni berishimiz mumkin. Ularga kalsiyga bog'liq mexanizm deb oladigan bo'lsak, yoki fosfolipaza A2 ni gaplashdik, membranani zararlaydigan shu fosfolipaza A2 ning ingibitorlari bor. Shu ingibitorlar ta'sirida biz bularni oldini olishimiz mumkin bo'lar ekan. Bundan tashqari biz yotoq rejim qilamiz, ya'ni yotoq rejimi, dieta qilishimiz kerak bo'ladi hamda oxiri hujayrani yetarli darajada energetik quvvat bilan ta'minlashimiz kerak bo'ladi. Biz srazu aminokislota, vitamin C, glyukoza qilmaysiz. Birinchi o'rinda mahalliy qon aylanishini, mikrosirkulyatsiyani yaxshilash kerak bo'ladi. Chunki nimaga? Haqiqatda mikrosirkulyatsiyani yaxshilaydigan bo'lsangiz, u qon orqali kislorodni, boshqa oziq moddalarni kelishi kuchayib, shu hujayra ashini olaveradi. Lekin bu jarayonlar foyda bermagandan keyin biz turli xil energetik yoki plastik substratlar qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Shu hujayra shikastlanishni patogenetik davosi hisoblanadi. Demak, biz molekulyar mexanizmlar oldini olish, turli xil antioksidantlar, kalsiy kanal blokatorlari berish, bemorimizni tinch holatga o'tkazish, ya'ni yotoq rejimiga olish, dieta qilish va turli xil energetik quvvat beradigan substratlardan foydalanishimiz mumkin bo'lar ekan. Bugungi darsimiz shu, hujayra shikastlanishi bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.